Hadi bu abiden vakti basmaya koyalım. Bu soğuğuna yetip gelin. Bo'g'ozlardan kelganmi? Ha bu uzaydan gelin. Narxlar qanaqa bo'ladi? Aldan bana. Yashang mana cho'pon bolaga bo'g'oz sovliqlar yetib kelgan. Hurmatli obunachilar, telefon qilaverasizlar. Telefon qilgan odamni ish bitadi deyishyapti. Ana Bemalol. sumeni koyalım. Vakti bossın. Ayami bossinmi? Elimi boss desiniz. Bo'ldi. Assalomu alaykum ojon otalar. Xudo xolasa aka videoni oxirigacha ko'rib, xudo xolasa obunachilarimiz ko'p talab qilishyapti. Ketdi bundan bu yoqqa qisqa va lo'nda asosiysi narxini aytiladi, yoshini aytiladi. Videoni oxirigacha ko'rib, aka mana shu yigit bo'ladi. Tanib, bilib videoga chiqqanda chiroyli padishkada turib like bosib tursangiz bo'ldi. Akamiz tomosha qilib turishganda aka mana kanalimizni ko'pchilik akalarimiz yo'qotib qo'yishyapti. Asosiysi aka shuni essangiz mana kimdadir bilsa, kimdadir hammasi chiqadi. Shuni yetib keting. Qo'ng'iroqcha chalinadi mana aka. Aka cho'pon bola uchun bitta like yozib qo'ying. Tomosha qilib turing, zo'rlarini yig'ib qo'yganman. Ikki parta yetib qo'ygan kecha bugun. Bir parta qilib qo'yib beraman. Ketaveramiz. Mashalloh deb qo'ying. Aka bugun katta partiyada yana zo'llaridan shu chorvanoqlarga yetib keldi. Videoni oxirigacha ko'rib, videoni boshidan malol kelmasa, mana shu like'ingiz bo'ladi. Bitidan like bosib, qo'llab-qo'tab turishda har doim davom eting. Zo'rlarini bugun olib chiqib, obzorga qo'yamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Chorvanoqlar kanalining ashaddiy obunachilari va bizlarni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, har doimgidek chorva ishqibozlari. Obunachilar Namangandamiz. Xudo xolasa tanib bilib, biz videolarimizni mazax tomosha qiladigan akalarimizga yana kimsan mana shu yigitni oldiga yetib keldik. Cho'pon bolani tanigan obunachilarimizga obunachilar zo'rlardan yetib keldi. Aka videoni boshidan shuni like deb bosib, videoni oxirigacha tomosha qilib turing. Ona bolani zo'rini olib boqaman degan akalarimizga xudo xolasa mana aka ona bolani zo'ridan ketdi. Obunachilar kunimizga 13 mart 2026-yil bugun juma, barchamizga juma ayyomi muborak bo'lsin. Xudo xolasa aka tomosha qilib turing. Ekranni qarshisiga yaqin joylashib oling. Zo'rini olaman degan obunachilarimiz bo'lsa, xudo xolasa tavsiya qilaman, oling aka. Ona bolani zo'rlaridan bugun xudo xolasa yetib kelgan. Qo'zini qarang aka, tushgan qo'zini. Partiyani soni sal ko'proq. Yaxshilab joylashib olsangiz, mazax tomosha qilasiz aka. Mana siz so'ragan, tozalagan ona bola yetib kelgan. Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, G'arzanchi va Optimchi nomini olib kelib turgan qishloqdamiz. Qo'ydi lidillari, papalar yetib keladi. Xudo xolasa. Ketdi. Birinchi partiyani obzorini yoritamiz. Obunachilar bolasi urg'ochi, ikkinchi va uchinchi bolasi. Tozasini olib boqaman degan akalarimizga mana aka. Bolani tushganini qarang aka. Mashalloh, qo'ziga bitta bahoni bering obunachilar. Ona qo'yga bitta bahoni bering aka. Oling, zo'rini olib boqaman degan akalarimiz aloqaga chiqarasizlar, sotiladi. Ketdi. Narxiga keladigan bo'lsak aka, bo'ladigan narxini qo'yib boramiz. Sizni ham aka o'zimni ham qiynamayman. To'g'riga aloqaga chiqasiz, chiroyli qilib dastlabkani yetkazib beramiz. 13 million so'm bo'lsa aloqaga chiqarasiz. Xudo xolasa chiroyli qilib dastlabkani qilib yetkazib beraman aka. 13 million so'mga ona bolani aloqaga chiqing. Dastlabkasi Toshkentgadir, Samarqand, xudo xolasa bor, aloqaga chiqarasizlar. Mana aka, qo'ydi turishini qarang. Oling aka, bo'g'ozligida 10 million ustida qo'ydi mana aka, tug'dirib mana. Bolasi tushgan paytida 13 million so'm bo'lsa, bemalol telefon qiling, ish bitadi. Toshkentgadir dastlabkani xudo xolasa ushtirib yetkazib beramiz. Ona bolani udarini olaman degan akamiz aloqaga chiqgan aka, xudo xolasa mana zo'ri yetib keldi-yu, papasidan. Mashalloh, qo'ziga bitta bahoni bering, hoji aka, men qarang, turishni qarang. Bitta chini ochib qo'ying chinim. Mana akalar, tishi yosh bo'ldi. Qilich. Obunachilar ishqivoziga sotaman qo'ydi, xudo xolasa. Bo'ylari ham bir 85 aka, 85 plus nari beradi, o'lchab ko'rmadik. Avvalo shunisi. Ishqivozlari bo'lsa telefon qiling aka, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beraylik. Qo'ydi turishiga bitta e'tiborda bering aka, xudo xolasa. Oling shunaqa zo'ra kelganda bosaveradigan yerni. Mazaqlay boqamiz degan akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Qo'ydi lidillari xudo xolasa bizda bo'ladi har doim. Qo'yga bitta e'tiborni bering aka. Tushgan qo'zini qarang. Chakana qo'ydi bolasi emas bu. Xudo xolasa mana, bularchilar.
Tomosha qilib turing obunachilar. Bundan keyingi yana zo'rlaridan xudo xolos yetib kelgan. Shularda bir qator obzorini qilamiz. Tomosha qilib turgan akalarimiz, paddishkada turgan akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu like aka prosta prosmotr ko'tarishiga sababchi, yordamchi bo'lib qoladi. Sizlar motivatsiya tursangiz, zo'rini olib kelishda men to'xtamayman har doim. Xolasa ketaveramiz. Ikkinchi partiyani olib chiqib obzorini yoritamiz unda. Qo'ydi bola baxshiga aka, haqiqiy 100% zo'r ekan. Ishqibozlari bo'lsa, boling aka, va so'radigan yerda. Kami aka 2000 lik qo'zi. Xudo xolasa, kami 2000 ya 1,5 minglik qo'zi. Tushadi. Bemalol o'ylanmay aloqaga chiqaring. Buni ishqiboziga sotaman ekan. Qo'y qilib maza qilib olib yuraman degan akalarimizga xudo xolos yetkazib beramiz. Katta obunachilar tomosha qilib turing aka, ikkinchi partiyani obzorini xudo xolasa yoritamiz. Birinchi qoringa aka, bola erkak. Zo'ron olaman degan akamizga mana yetib keldi-yo. Ona bolani lideri, mashalloh. Mon qarangga tushgan qo'ziga bitta bahoni bering. Xolasa. Hoji aka, buni tushgan qo'ziga bitta bahoni shuni berib qo'yasiz, xudo xolasa. Mana siz so'ragan liderlar ona bolani. Bugun ishonavering, sizga yoqadigan obzor bo'ladi. Ekranni qarshisiga yaqinlashib, achchiqdan joyda damlab olib, maza qilib charchab chiqaring. Xolasa biz videolarimizni tomosha qilib, paddishkada turgan akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Ketdi. Birinchi qoringa aka, mana birinchi bolasi. Mana ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Qo'y iktish. Buni 8 yil, 7 yil maza qilib bolasini olib ishlataman degan obunachilarimiz xudo xolasa mana yetib keldi. Zo'rini oling aka, bolani tushganini qarang. Razrezlariga bitta bahoni bering aka. Qo'zini qarang aka, yemishini o'n qarang. Haqiqiy bola baxshi ham qo'ydi, zo'r ekan aka. Mana 100%ligini so'ragan akalarimiz aloqaga chiqing. O'n qarang, idish qarang aka, o'n qarang. Qiynab qo'yadi uncha-munchasini, ona qo'yamiz, xudo xolasa mana. Ketdi obunachilar, hoji aka oling. Birinchi qoringa so'ragan akalarimizga xudo xolasa mana. Xo'p, obunachilar buni narxiga keladigan bo'lsa, aka, buni narxi bo'ladigan senasini aytaman, aloqaga chiqarasizlar. On qarang, on qarang. On qarang, qo'ynashini qarang. Ha, jonivor. On qarang, qo'zi juda zo'r ekan, bor, uchirib yuborar ekan uncha qo'ydi. Ketdi obunachilar, narxiga keladigan bo'lsak, hoji aka, buni sizga tavsiya qilaman. Oling, birinchi qoringa mana bola qo'chqor, bolani quloqlariga bitta ahamiyatni berasiz, xudo xolasa mana ishqibozlariga yetkazib beraman, aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 12 million so'm bo'lsa Toshkentga doğru, Samarqandga doğru yetkazib beraman. Bemalol aloqaga chiqaring, maza qilib, zo'rini olaman degan akalarimiz xudo xolasa chiroyli paddishkada turamiz. Tushgan ona bolani qarang, qo'zini qarang, mashalloh. Shunaqa zo'r kelganda bosaveradigan yerdi. Mana aka oling. 12 million so'm bo'lsa bemalol aloqaga chiqing, shunaqa zo'r kelganda aka bosaveradigan yerdi. O'ylanmang, xudo xolasa mana. Birinchi qoringa idishni qarang, qo'ydi. Razrez. Endi qaratni, o'n qarang. Mana aka, va xolasa tomosha qilib turing aka. Soluqlarni zo'rlar yetib kelgan. Va xolasa o'shalarni obzorini qilib, chiroyli yoritishga harakat qilamiz. Hoji aka qo'ydi yoshiga bitta ahamiyatni berasiz. Bittachini ochib qo'yingchilim. Mana aka. Ikkita shun qarang, o'n qarang. Mashalloh bo'ldi. Tomosha qilib turing, soluqlarni pappalar yetib kelgan. Soluqni lidillarini olaman degan akalarimiz, tomosha qilasiz, obzorini qilamiz. Birinchi partiyaga chiqqan ona bolani sherigi aka mana shu mana. Qo'chqor tushganini qarang, qo'zisini. Qo'chqor aka, xudo xolasa. Katta obunachi akalarimizga to'xli aka, elitnoy. Qirg'iziston Bishkek soluqlari yetib kelgan qora kashtanglardan obunachilar. O'zi ko'ksayli boshlandi, ko'kni bosaverasiz. Hoji aka dalaga qo'yib qo'yib boqaman degan akalarimizga bu 3-partiyamiz oldi. Bitta qo'chqorini qo'shib berdim, o'shalar narxida ketadi aka, mana shu qo'chqorini soluqni narxida olasiz, bosaveradigan yerda hoji aka, buni qarang, mashalloh. Bitta bahoni bering bularga o'zingiz. Obunachilar, buni hammasi qo'zi, qo'chqor qo'shilmagan. Prosta qo'chqorini qo'shib berdim aka. Qo'chqorni ham zakazga keltirganman. Quloqda tasmasi Qirg'iziston emblemasini o'tdim, qarang. Qo'chqoriga bitta bordi, bering, xudo xolasa ketdi. Bayda soni 6 dona, 5 dona urg'ochi, 1 dona erkagi bilan olaman degan akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqarasiz. Xudo xolasa chiroyli qilib dastlabkini qilib beraman. Oling aka, mana bosaveradigan yerda. Bir komplet 6 dona. Va xolasa 5 ta soluq bittadan zo'r bergan taqdirda 10 ta bo'ladi. Qo'chqor bilan 11 ta bo'ladi aka. Kech kuzga. Qo'zlar elitaliklarga bitta bahona bering aka. Ko'kralarni qarang, men qarang. Hammasi karotki. Standart qilib terilgan aka. Mayda juda ish qilinmagan. Bo'ladigan qilib terdik. Mana ishqibozlarga bitta cho'ponni qo'yi. Bir kishidan olindi, xudo xolasa
Ketdi. Narxiga e'tibor bering aka. Optim tortaman degan akalarimizga mana shu Qo'chqorda ham ekan so'lovlar narxida shuni qo'yib beraman, aloqaga chiqarasizlar. 5 million 300 ming so'mdan aloqaga chiqing. Optim tortaman degan akalarimiz Toshkentga dor, Samarqandga dor, xudo xolasa bir joyga olaman degan akalarimiz ketaveradi. 5 million 300 ming so'mdan bo'lsa yetkazdirib beraman aka. Mana Qo'chqorga ham shu 5 million 300 ming so'm sanaysiz aka. Kelgan narxi ancha baland. Prosta bir joyga olaman degan akalarimiz ketaveradi. Oling aka, mana bundaqa elitalar kelganda bosib oladigan yerda xudo xolasa hammasini razreziga bitta e'tiborni bering. Tikka razrez. Mashallah qo'zlar. Sog'lomligiga, quloqlariga ahamiyatni berib qo'yasiz, chiroyli qilib. Mashallah, mana uni qarang aka. Oling 5 million 300 ming so'mdan aka. 3,5 4 millionga bo'lsa, shu yil 2025-2026 barrasini qo'yishyapti. Men sizga qochishga tayyor, Qo'chqorga qo'shadigan tayyor so'lovlar qo'yib beryapman. So'lovlarga bitta bahona bering aka. Mana qarang. Quloq qarab qo'ying endi. Tomosha qilib turamiz. Bundan keyingi Qo'chqorning zo'llari yana yetib kelgan. Xudo xolasa o'shalarda obzorlardan bir qator olib boramiz, chiroyli qilib. Ammo bosib o'radigan yerda puli bor odam maza qiladi olsa buni, dangala. So'lovlarga bitta ahamiyatni berib qo'yasiz aka, mana qarang. Bir xilda mana shu Qo'chqori bo'ladi. Qo'chqori hali qo'zi aka ana. Qirg'izistonda Qo'chqori qarang, mana qarang. Oling 5 million 300 ming so'mdan naqsini qo'ydi bugungi obzorimizda 3-partiyani elita so'lovlariga. Optimga tavsiya qilaman. Optim oladigan akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Tomosha qilib turing, yana zo'llaridan bugunga yetib kelgan. O'shalarda bir qator obzorini qilamiz. Bo'ylari 80 premenni shunaqa aka. Kichkina qo'ymas, telefonda qanaqa ko'rinadi bilmadimmi? Qo'ylar kichkina emas. O'zini holatiga zo'r. Mana bosib oladigan akalarimiz xudo xolasa telefon qilasizlar, ishlaring chiroyli bitadi. Faqat Optimga tavsiya qilaman aka. Bizda arzon, 6 million 58 narxlar yo'q. 5 million 300 ming so'mdan oling, bosib oladigan yerda. Katta obunachi akalarimizga, obunachilar bugun nimaga desangiz aka, haligi asarti degan sababi sizga bu tushishi mumkin. Boshqa obunachimizga ina bo'la tushishi mumkin. Katta ko'hta obzorini qilamiz. Katta ko'kka yetib kelgan obunachilar xudo xolasa Solotda lider aka, mana ishqibozlarga tavsiya qilaman, oling, bosib oladigan yerda. Xolasa qo'ydi aka, oyoq qo'liga, sifatiga bitta e'tiborni haddanni berib qo'yasiz. Mashallah, mana uni qarang, hoji aka, ketdi. Qo'y 4 ish. Hop, ya ikkinchi qoringa, ya uchinchi qoringa aka. Ammo Qo'chqor bilan yurgan ekan. Kechroq bo'lishi mumkin. Ko'ringiz bo'lmasa, bir qator Qo'chqorni bitta qo'shasiz, bolani maza qilib olaman degan akalarimiz aloqaga chiqarasizlar. Hop, obunachilar narxiga keladigan bo'lsak, aka bemalol telefon qilasiz, 24 soat shu aloqada bo'lib turamiz. 6,5 million so'm aka. Narxiga nima deyapti? 6 million 500 ming so'mga oling aka, mana bosib oladigan yerda. Qo'ydi garbonozini qarang, garbonozini aka. Mana obunachilar razreziga bitta bahoni bering aka. Mashallah. Bozordan aka arzon, solishtirib olaverasiz. Bozordan aka. Nimaga aka? Boradi, chaqirtirasiz, chiroyli qilib shopir olib borib beradi. Yemoq, ichmoqni aka bizda bir haftaga bemalol sinab olaverasiz. O'ylanmang, qo'ydi ishonchligini, yaxshisini o'zim terib olib kelib, o'zimni kanalimga shu jeyla boraman. Ko'lingizni 100% to'q qila oling. Bu kanalda aka ikkinchi narsa bo'lmaydi. Xotirjam bo'ling, biz obunachilarimiz ko'plari bilishadi aka. Klientlar ko'p, xudo xolasa YouTube'ga chiqmay ham ketib qolyapti. Mana ilindim aka, oling 6 million 500 ming so'm aka, 8 million qo'yiladi. Boshqa kanalda kuzating, 8 million aytmasa telefon qilma qo'ying. 6,5 million so'mga oling aka mana. 90 sm bo'yi qo'ydi. 85 plusga men beraman qo'ydi. Olaverasiz. 85 ga oling mana aka. Metrlab sotilmaydi. 90 desa 90 olib qo'ysangiz bo'ldi. Razrezni qarang bunda aka. Hadamay aka tug'sa qo'ydi, narx 10 million ustida, 13 millionga dor bitta Qo'chqor tug'ib bersa, narxini qo'yiladi. Mana sizga pribel. Bosib oling xudo xolasa. Yana tomosha qilib turing, bundan keyingi zo'rlaridan yetib kelgan qushlar obzorini bir qator chiroyli qilib boramiz. Qo'ydi oldiga bitta bahona bering aka. Mana qarang. Ko'chati tekis kelgan. Shoning taniqga bergan. Ketdi. Yana bitta chini ochib berasizmi shaytiga? Aka mana yoshini qarang, endi mana qarang. Tekis 4 ish. Bitta tuqqan aka, menimcha bitta tuqqan qo'y. Buni 7 yil, 8 yil ishlatib bolasini olaman degan akalarimizga ketaveradi. Videoni cho'zmaylik, nariga partiyalar chiqamiz.
obzorini yoritamiz. Qo'y tavsiya qilaman. Tushungan odam sira tortadi bunda xolos. Oling. Biz tavsiya qilaveramiz aka, har doim oling deb tavsiya qilamiz. Siz uyingizga shunaqa zo'ra kirib borganda biz xursand bo'lib qolamiz. Katta obunachi akalarimizga mono partiyani bir qator obzorini qilamiz. Maza qilib tomosha qilib tursangiz aka, narxiga, sifatiga bitta ahamiyatni berib ketasiz. Chiroyli qilib, xolasa. Ishqibozlariga aka, hozir buni payti emas, narxi arzon. Nimagaki, kech kuzda buni ko'rasiz. $800, $1200 ketadigan qo'ylar aka. Mana ishonchli qo'chqorni olib, o'zim nasllikka tarbiyalayman degan obunachilarimizga 2 dona ko'p emas. Yetib keldi. Obunachilar da xolasa, yakka ham qo'zi, jup. Hoji aka, jupini tavsiya qilib qo'yaman, bir olib qo'ying. Yaxshi narsani ishqiboziga ilinamiz. Negaki siz baraka topsangiz ertaga biz xursand. Qo'ydek quloqlari, oq yuzliklari bitta ahamiyatni berib ketasiz xolasa. Mana ishqibozlarga bo'lsa 2 dona yetib keldi. Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i. Hadamay tanib bilib tursangiz cho'pon bo'ladi bu. Obzor. Ketdi. Narxiga bitta ahamiyatni bering. 13 million so'm bo'lsa ketaveradi. 6,5 million so'mdan aka mana. Ishqibozlarga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xolasa chiroyli qilib Toshkentga doğru yetkazib beraman. 6 million 500 ming so'mdan aka mana. Qo'chqorlar bitta ahamiyatni bering aka. Quloq tashash, razrez, garbonos, bunda hamma tomonlama ustalik varianti. Aka bu narsa joyda ham pulga o'tadi bizga. Ozmuncha summaga kelmaydi. Ishqibozi biladi buni. Xolasa ketaveradi. 6 million 500 ming so'mdan bo'lsa jupini yetkazib beraman. Qo'ylardi bo'yi 85 ga davr. Kichkina narsa emas, ammo qo'zi shu turishiga. Tomosha qilib turing aka, bundan keyinga yana bitta zo'ri bor. Chiroyligi bor. Xolos o'shaning obzorini chiroyli yoritishga harakat qilamiz. Qo'yni tavsiya qilaman aka, oling. Bosaveradigan yer tuda xolasa. Qo'chqorlarga bitta ahamiyatni bering. 6,5 million so'mdan aka, 5 million, 5,5 million qora qo'y sotilyapti. Go'shtga boqiladigan. Naslli qo'chqorlar bu aka. Paddishkada tursangiz bo'ldi har doim. Bitta razrezini ko'rsatib qo'yiladi qo'ydi. Mana oblachi razrezni qarang. Mashalloh qo'ylar qarang aka. Zo'r kelgan hamma yo'g'i. Shoshiling, bunaqa variantda hadab ham kela olmaydi. Bosaveradigan yerda. Kichik kun isgandan keyin bitta mashinkalarni qo'ysangiz aka qo'ydi. Zo'r chiqadi jundan. Mana aka arqaga kengliklar, razrezlar hamma yo'g'i kapolojni kelgan. Xolasa aloqaga chiqarasizlar. Yoqqan bo'lsa bemalol telefon qo'ying, ish bitadi. Ketdi, mashalloh. Oxirgi partiyamiz obunachilar. Soni 1 dona aka, bunaqa bodom gulini qo'zisini oyda, yilda topib kelsak, uncha-munchaga topib kelib bo'lmayapti. Bitta zakazga tushurdimmi? Bitta bodom gulini qo'zisida yetib keldi aka. Bitta bahoni berib qo'yaman, qo'zini qarang. Razrezlariga, turishiga, sifatiga bitta bahoni berasiz. Ishqibozlarga sotaman, aloqaga chiqarasizlar. Ketdi. Narxiga keladigan bo'lsak, hoji aka buni narxi 4,5 emas mana. 4 million 300 ming so'm bo'lsa Toshkentga doğru yetkazib beraman. Qo'ydi oyoq arqaga kengligi qarang aka. Zot tushganini qarang. Mashalloh, bitta bahoni berib, videoni boshida emas aka, oxirida ham bitta paddishkada turavering. Masha laykingiz, kommentariyangiz bizga har doim ko'rinib boradi. Oling. 4 million 300 ming so'mga oxirgi partiyadan aka, bodom gulini qo'zisini menga jo'natib bergan deng. Aloqaga chiqib dastlabki qilib beraylik. Mana obunachilar, men qo'zini qarang aka, chiroyligini qarang. Mashalloh. Mana aka qo'zini qarang. Mashalloh. Onini qarang. Aloqaga chiqing, xudo xolsa chiroyli dastlabkini yetkazib uyingizga qilib beramiz, aloqaga chiqarasizlar. Biz videolarimiz yoqqan bo'lsa, har doim bizning kanalga obuna bo'lib, chiroyli paddishkada tursangiz bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishingizga, chorvangizga, xonadoningizga Alloh taolo har doim baraka ato etsin aka. Bizdan oling zo'rini chiroyli narxda qilib beramiz.